Salom aziz do'stlar. Bugungi darsimiz yana raqamlar mavzusi. Bunga qo'shimcha, ya'ni minglik raqamlarni qanday aytilishi va yillar qanday aytiladi, telefon raqamlari, mehmonxona raqamlari qanday aytiladi, shularni tushuntirib o'taman. Demak, boshladik. Misol uchun 100lik raqam aytmoqchi bo'lsak, 100 demak 258 demoqchimiz. Bu yerda ikki raqamni qo'yamiz. 258. Albatta mana bu va qo'shimchasini aytishimiz kerak. Bu yerda hozir 200 va 58 bo'lyapti. Ingliz tilida raqam aytilish qoidasi xuddi shunday bo'ladi va qo'shimchasi orqali bog'lanadi. Buni og'zaki nutqda aytmasangiz ham bo'ladi, xatosi hisoblanmaydi, lekin grammatik bo'lgani uchun darsimiz buni ham tushuntirib o'tyapti. 258. 458 demoqchi bo'lsak, 458. Yoki 400 12. 412. 412. Bu yerda istagan raqamingizni qo'yishingiz mumkin. 900 gacha, 100 dan 900 gacha qo'yishingiz va and bilan bog'lab bu yo'lni aytishingiz mumkin. Bu narsa masalan nima xarid qilayotganda yoki nimanidir narxini aytayotganda ishlatishingiz mumkin. Keyin mingliklarga o'tadigan bo'lsak, 1000 degani. Masalan 1000 degani. Misol minglik aytadigan bo'lsak, 3327 deylik. 3327. 3327 bo'ladi. Bu yoqqa xohlagan yana raqamingizni qo'shishingiz mumkin. 1 dan 9 gacha. Deylik 5000. 5550. 5550. 5550. 5580. 5580 deydigan bo'lsak. Xullas, bu yerda istalgan raqam va 1000. Undan keyin istalgan raqam 1 dan 9 gacha 100lik va undan keyin bu yerda qolgan raqamlar aytiladi. Endi and va bog'lovchisi bu qismda qo'yiladi. 100 gacha bo'lgan narsalarni o'rganib oldik. Endi bu qism bizlarga 100 dan 1000 gacha bo'lgan raqam aytishni ko'rsatadi. Mana 990 gacha 1000 dan bu yog'ini aytish mana bu yerda ko'rsatiladi. Xohlagan raqam 1000 va keyin 100lik, undan keyin and bog'lovchisi orqali qolgan raqamni aytishingiz mumkin. Endi shu orada 100, 1000, million. Million hisoblanadi. Milliard, billion deyiladi. Endi 100, 1000, million va milliard bo'ldi. Endi ingliz tilida yillar aytilishini ko'rib tursak. Ingliz tilida yillar odatda ikkita raqam bo'lib aytiladi. Misol uchun 1998 ni aytadigan bo'lsak, 1998 aytamiz. 1998. Shu joyda juda ahamiyatli bo'lishingiz kerak talaffuziga, chunki 19 mana bunda oxirida 19 ni talaffuz etish kerak. Keyin 19 bo'lib qolmasligi kerak. 19 bo'lib qoladi. 19 8 bo'lib qoladi bo'lsa. 1998. 1998. 1910-yilda aytmoqchi bo'lsak, 1610. Bu qismda qo'yib aytmaymiz buni. Misol uchun 1610 deb aytmaymiz. 1610. 1945. 1900 deb unaqa ketmasdan ikkita aytiladi. 1945. 1945. 1945. Endi agar birinchi raqamdan keyin 0 qatnashadigan bo'lsa, bu mana bu ko'rinishdan minglik qismida aytiladi. Misol uchun 1074, 2019, 2003 mana bu yerda birinchi qismda 0 bo'lgani sababli bular minglikda ko'rinishda aytiladi. 1074 aytib ko'raylik. 1000. Endi bu yerda 100lik bo'lmagani uchun and qo'shamiz. 1074. 1074. Keyin 2019. 2000 and
19 ni albatta oxirida eshitilishi kerak. 2003. Orada yuzlik bo'lmagani uchun andni mingni aytgandan keyin qo'shamiz. 2003. Demak, yilni aytish ikkitalikli yoki minglikda aytiladi, qachonki birinchi raqamdan keyin 0 ishtirok etsa. Endi telefon raqamlari va mehmonxona raqamlari qanday aytiladi? Telefon raqamlar ingliz tilida bitta aytiladi. Ya'ni bitta talaffuz qilinadi. Bu 93 417 0279 raqamni aytmoqchi bo'lsak, 9341702779 0 0 deb aytiladi yoki O 93417002 deyish mumkin, 02 deyish mumkin, 0279. Mehmonxona raqamlari mana bular 327 418 mehmonxona raqami. Misol uchun mehmonxona raqami necha yoki siz borib mehmonxonadan joy olmoqchi bo'lsangiz, sizning raqamingiz bu deb berayotganida sizga bittalab raqamni talaffuz qilib beradi. Misol uchun 327 56 418 da 327 yoki 56418 shunaqa aytadi. Siz nimaga bitta aytayotganini hayron bo'lmang. Bittalab sizga mehmonxona raqamingiz nechiligini tushuntirib beradi. Endi Amerika ingliz tilisida biz asosan Britaniya ingliz tilisini o'rganamiz, chunki asosiy qoidalar Britaniya ingliz tilidan olingan hamma grammatikalar. Amerika ingliz tilisida mustasnolar ko'p, o'zgaruvchan holatlar juda ko'p. Og'izga nutqda Amerika ingliz tilisida buni to'liq aytsangiz ham xato hisoblanmaydi. Lekin asosiy qoidaga bo'ysunadigan bo'lsak, mehmonxona raqamlari va telefon raqamlari bittalikda aytiladi. Yillar ikkitalikda, orada 0 kesar mingtalikda va yuzlikni aytish and bilan bog'lanadi. Minglikni aytishda ham and ishlatamiz. Raqamlarga qo'shimcha darsimiz shu edi. Keyingi darsda ko'rishguncha